Assalomu alaykum azizlarim, apelsinkalarim, yaxshimisizlar? Meni yo'qotib qo'ydinglarmi? Bu meni yangi akkauntim. Eski akkauntim Alisher aka bilan birgalikda ijod qilib ko'tarilganligi uchun men u profildan voz kechdim. Ipoteka xizmatiga iltimos qildim shu videoyimni kollaboratsiya qilishlarini, chunki sizlar meni shu ipoteka xizmati orqali ham tanigansizlar. Undan tashqari meni yana 3 oylik shartnomam bor. Bundan keyin ham ular bilan birgalikda ishlab kelaman. Hech kim hech qayerga ketgani yo'q. Shu kunlarda bo'layotgan eng katta dolzarb mavzulardan bittasi apelsin, mandarin, ananas. Bu mavzuni menga gapirmasliklarini iltimos qilaman. To'g'risini aytganda menga umuman farqi yo'q. Kim bilan yuradi, nima deydi. Lekin hurmatli Alisher Rahmatullayev, bundan keyin men haqimda gapirayotgan gaplaringizni o'ylab gapiring va qadamingizni o'ylab bosing. Sizga tushuntira oldim degan umiddaman. Sog' bo'ling.